O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Dollarning rasmiy kursi yana oshdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 13,70 so'mga oshdi va 12,994,59 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi esa 38,92 so'mga yuqorilab, 14,761,85 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,99 so'mga pastlab, 157,68 so'mni tashkil etdi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.